Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ko'rib turganingizdek, men navbatdagi video darsimni yozishga qaror qildim. Demak, bugungi dars mavzu bu Buxoro xonligi va amirligi, Qo'qon va Xiva xonliklari. Bu albatta 8-sinf O'zbekiston tarixi darsligidan 2019-yilgi nashrdan olingan mavzu hisoblanadi. Demak, bu mavzuni tushuntirishda men 3 ta tarixiy metodga tayandim. Bu genetik metod doimgidek, xronologik metod va tarixiy qiyosiy tahlil metodi. Genetik metod orqali men Qo'qon xonligini aynan masalasini ko'rib chiqishni lozim deb topdim. Bu albatta Minglar sulolasi hisoblanadi. Shohruxbiy, Abdurahimbiy, Abdulkarimbiy, Erdonabiy, Nurbotabiy, Olimxon, Umarxon, Muhammad Alixon, Sulton Mahmud va ba'da Buxoro amiri tarafidan ham Qo'qon xonligiga demak ta'siri bo'lgan. Bu paytda demak Amir Nasrullo tarafidan Qo'qon xonligini hukumatini egallash maqsadi qo'yilgan bo'lgan. Shu uchun ham bu yerda aynan Minglar sulolasini vakillari emas, umuman olganda aytishimiz mumkinki, Qo'qon xonligida qanchadir qisqa muddat bo'lsa ham hukmronlik qilgan, balki boshqa xonlik amirliklar tarafidan ham ta'sir o'tkazilgan holatda ularni rahbarlarini ham ba'zi birlarini demak ismini yozib o'tishni lozim deb topdim. Shular jumlasidan albatta bu yerda Amir Nasrullo ismini ko'rishimiz mumkin va keyingisi albatta Sheralixon, Murodxon va albatta oxirida bu Xudoyorxon hisoblangan. Xudoyorxonning qaynotasi barchamizga ma'lumki, bu musulmonqul bo'lgan. Xo'p, ikkinchi metod bu genetik metod hisoblanadi. Bunda albatta bu Xiva xonligini masalasini ko'rib chiqishni maqsad qildim. Bu xronologik metod orqali. Xronologik metod demak 1512-yilda Xorazm davlati mustaqilligini tiklab oldi va Xiva xonligi deb nomlanishi boshlandi Xorazmni. 1570-yilda esa 1570-yilda demak Xiva xonligi iqtisodiy inqirozga duchor bo'lgan, aniqrog'i 16-asrning 70-yillari deyilyapti. Shu 1570 aynan shu yil emas, shu yillar atrofi, masalan 1571, 1570 balki 1572 ham. Xo'p, keyingisi 1598-yilga keladigan bo'lsak, bu davrda Buxoro xoni Abdulla xon II Xiva xonligini bir necha bor, ayniqsa shu 1598-yilda aytib o'tilgandek, to'laqonli uzil-kesil bo'ysundirishga muvaffaq bo'ldi. Va 1644-yildan 1920-yilgacha Xiva shahri bu Xiva xonligini poytaxt, ya'ni markaziy shahri hisoblanib kelindi. 1662-yilda esa Xiva xonligi Buxoro xonligi bilan sulh tuzishga muvaffaq bo'ldi. 1770-yilda esa Xiva xonligi hokimiyatiga Qo'ng'irotlar sulolasi keladi va o'z hukmronligini boshlaydi. 1806-yilga kelib esa Eltuzarxon Xiva Buxoro urushida halok bo'ladi. 1806-yilga kelib, 1825-yilga kelib esa Muhammad Rahimxon I vafot etgandan keyin uni katta o'g'li Aloqilixon demak Xiva xonligini taxtini egallaydi. Va navbatdagi yilimiz 1842-yil. Navbatdagi demak Xiva xoni Aloqilixon ham vafot etadi aynan 1842-yilga kelib. Va 1920-yilda esa aytib o'tdik, demak 1644dan 1920-yilgacha Xiva xonligining markazi, ya'ni poytaxt shahri bu Xiva shahri hisoblangan. Uchinchi tarixiy metodimiz tarixiy qiyosiy tahlil metodi hisoblanadi. Bunda mana shu demak 1500-1600, 1700-yillar oralig'ida umuman mana shu to O'zbekiston, mana shu zamonaviy O'zbekiston hududiga demak Chor Rossiyasi bostirib kelgunga qadar bo'lgan O'rta Osiyodagi o'sha 3 ta o'zbek xonliklari, davlatlari, mana shu Xiva, Buxoro va Qo'qon xonliklari masalasida demak yozib o'tilgan tarixiy manbalar umuman ishonchli
asarlarni demak tahlil qilish masalasiga keldik. Demak, umuman olganda bu yerda tahlil ham emas, har bir xonlik yoki amirlikka tegishli bo'lgan ishonchli manbani kategoriyalashtirib qo'ya qolgan ma'qul bu masalada. Chunki tahlil qilish uchun vaholanki bu tarixiy qiyosiy tahlil metodi deyilgan bo'lsa ham, hozirgi paytda aynan o'sha asarlardagi ma'lumotlarga to'laqonli ega emasmiz. Chunki biz maktab darsligini 8-sinf O'zbekiston tarixi kitobiga tayangan holda mana shu mavzuni tushuntiryapmiz. Xo'p, Buxoro amirligi demak Mirzo Shams Buxoriyni Bayoni ba'zi havodisoti Buxoro, Xoqand va Qo'shg'ar nomli asari hamda Muhammad Hakim xonni Yilnomalar to'plami, Tarixi Amir Haydar nomli demak asarlari bor. Aynan endi ikkinchi xonlik bu Xiva xonligiga keladigan bo'lsak, Hasanbek Rumluni Eng go'zal tarix asari Abulg'ozi Bahodir xonni Shajarai Turk nomli manbasi, Xudoyberdi Avas Muhammadni Dili g'aroyib nomli asari va albatta rus demak tarixchi olimlaridan ham bir asar keltirib o'tilganki, bunda o'zbeklar Xorazmda asari va albatta Qo'ng'irotlar sulolasi manbasi hisoblanadi va G'ulomovni Xorazmni qadimgi davrdan hozirgi kungacha bo'lgan tarixi nomli asari ham mavjud. Mana hurmatli kuzatuvchilar, demak 8-sinf O'zbekiston tarixi darsligi bo'yicha o'zimni namunaviy, ya'ni shu misol sifatida keltirgan video darsligimni sizlarga taqdim etdim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar mabodo biror kishida meni onlayn tarix individual darsimga yozilish xohishi paydo bo'ladigan bo'lsa, Telegram profilim orqali menga murojaat qilishingiz mumkin.